Mana bugun 29-yanvar sanasida Nukus shahrida Yoshlar markazida Stars International University hamda O'zbekiston Yoshlar ittifoqi Qoraqalpog'iston Respublikasi Kengashi bilan hamkorlikda TOEFL IBT imtihoni bo'yicha seminar trening o'tkazildi. Seminar treningga ustozlar, talaba yoshlar, o'quvchilar qatnashdi. Seminarimizda Darya Nelitova, Umidbek Yo'ldoshev va boshqa tajribali spikerlar o'zining tajribasi bilan kengayib bo'lishdi. Seminarimizga bo'lsa 150 dan ortiq qatnashuvchilar qatnashdi. Bugungi seminarda har bir qatnashuvchiga 30 dollarlik voucherlar berildi va o'zining faolligi bilan ajralib turgan qatnashuvchilarga bo'lsa 45 dollarlik voucherlar berildi. Bu 45 dollarlik voucherlar o'zlarini TOEFL IBT bo'yicha bilimlarni yanada oshirishga yordam beradi.